Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 2 kun qoldi. 21 mart kunidan boshlanadi. Tezda barcha O'zbekiston fuqarolari va ota-onalar ogoh bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, maktab o'quvchilarining bahorgi ta'tili 21 mart sanasidan boshlanadi. Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15 martdagi 140-sonli qarori bilan tasdiqlangan mamlakatimizdagi umumta'lim maktablari o'quvchilari uchun bahorgi ta'til 2025-yil 21 mart kunidan boshlanadi va 27 mart kuni, ya'ni 7 kalendar kuniga qadar davom etishi belgilangan, deyiladi xabarda.